Assalomu alaykum hammaga. Yuragingizni qiynayotgan rashk, alam va nafratdan qutulishni istaysizmi? Ba'zida insonda shunday xotiralar bo'ladi. Kechikib kelgan eringiz, yashirin telefon yozishmalari va xuddi boshqalarga qarayotgandek tuyulgan, boshqa yo'lga qarayotgandek tuyulgan nigohlar. Bundan tashqari, qaynona degan so'zni eshitganingizda ichingizda bir ajoyib bir g'ashlik o'rmalayotganini, sizga aytilgan so'zlarning hali ham qulog'ingizda jaranglayotganini va bu hukmlar va bu so'zlar adolatsiz yangragandek tuyulayotganini. Bundan tashqari, yillar o'tsa ham sizni bezovta qiladigan savollar. Nega endi men? Nega endi menga bunday qilishdi? Nima uchun degan savollar sizni hali ham qiynayaptimi? Mana shunday hissiyotlar, mana shunday yurak og'riqlari bilan hali ham yashayapsizmi? Bularni yo'qotib, sizni rang-barang hayotga, go'zal hayotga qaytarishni imkoni bor. Sizdagi mana shunday salbiy va yomon xotiralar va hissiyotlarni miyangizdan o'chirib, sizni hozirgi hayotda baxtli, xotirjam va tinch yashashingizni imkoni bor. Agar sizda mana shunday holatlar ro'y berayotgan bo'lsa, yillar davomida turmush o'rtog'ingiz, qaynonangiz yoki atrofingizdagi insonlarni kechira olmaslik hissi, ularga nisbatan bo'lgan xafalik va shunga o'xshash sizni qiynayotgan ayollaringizni, qalbingizni tark etmayotgan hissiyotlar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bu holatda miyangizdagi, xotirangizdagi va hissiyotlaringizdagi mana shunday narsalarni tez va oson usullar orqali miyadan o'chirib, sizni xotirjamlikka, tinch, mana shu chiroyli va go'zal hayotda mazza qilib, xotirjam yashashga, o'zingiz istagandek yashashga yordam beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar sizda shunday holatlar bo'layotgan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin.